Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Yana bir obyektimizga kelganmiz. Bu obyektimiz mol boqish uchun, qo'y boqish uchun mo'ljallangan morxona. Bu obyektimiz ham yakuniy qismiga yaqinlashib oldik, xudo xolasa. Bu obyektimiz 16 metrga 25 metrlik bo'lib, konvert usulida yopilgan. Mol boqish uchun mo'ljallangan. Tunukalarni yopish jarayonidamiz. Nasib bo'lsa bugun yakuniy qismi bo'ladi. Bu obyektimiz ko'rib turganlaridek